Hamma qorda morojniy qilayotgan bir paytda men birato'la tort qildim. O'xshadimi yo'qmi? Kommentariyada yozib keting. To'g'richa sirpanib ketmasligi uchun tagiga tuz sepib olamiz. 35% sifatli qaymoq, ustidan kushonka solib, venchik yordamida tinmasdan yaxshilab aralashtiramiz. Kimda qanaqa bilmadim-u, menda o'zi ham 20 minut deganda qotdi. Endi tortni yig'ishni boshlaymiz. Men Musa firmasining tayyor biskvitidan foydalandim. Ishonaveringlar, sovuqda video olish o'zimiz ekan. Oyog'imga 2 qavat noskini ustidan erimni mol bozorga kiyadigan etiklarini, boshimga ro'mol ustidan erimni shapkasini kiyib olganimda ham muzlab qoldim. Kurtkamni qalinligini aytmasam ham bo'ladi. Biskvitni ustini xohishga ko'ra propitkalab, uni ustidan kremni solamiz. Hamma yog'iga bir tekisda qilib surib, krem biskvit krem qilib terib chiqamiz va ustini ham kremlab, xohishga ko'ra bezatamiz. Voy, yetmaganiga og'rimagan boshimni og'ritib, ustini shokolad bilan yasataman deb manday. Qizmasimdan bu sovuqda qotib qolsa bo'ladimi? O'zi ham shokoladni qo'yishimga 15-20 minut vaqtim ketdi. Yana ustini mevalar bilan ham yasatdim. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, shuncha qilgan mehnatimga bitta yuraychani bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Agar siz ham tort qilmoqchi bo'lsangiz, tinchgina uyda qilishingizni maslahat beraman.